Hammaga assalomu alaykum. 14dan 26sigacha qaytarma kunlari boshlandi. Voy qaytyapti. Shuning uchun ishi yurishmay qolgan. Ishga kira olmayapman. O'qishim nima bo'lyapti? Oilam buzilyapti. Nima qilishim kerak? Qaytarma qilib bering deganlarga meni 14dan 26maygacha qaytarmaga zaявка olyapman. Yozasizlar, xohlagan nimadan, Telegramdan, WhatsAppdan, Instagramda ham borman, hamma yerda borman. Так что Telegramga ham yozsangiz bo'ladi, Instagramga yozsangiz ham bo'ladi, faqat yozinglar. Telefon qilish shart emas, keyin yozib yuboraman, telefon qilsangiz bo'ladi deb aytaman. Umuman qo'lim tegmaydi, потому что qaytarma boshlandi уже. Nima desam ekan yana? Birinchi qaytarma ish yurishiga. Ishsiz qolib ketgan ko'p odamlar bor hozir. Rossiyaga ketaman, u yoqqa ketaman, yo'llarimni ochib bering, bormasam bo'lmaydi deganlarga ham birinchi ko'rib beraman, keyin aytaman, iloji bor, iloji yo'q deb. Ko'pisi unaqa zapret bo'lsa ham qilsa bo'ladimi deganlar ham bor. Yo'q, unaqa narsa mumkin emas. Hozirgi zakonlar bo'yicha o'zlaringiz bilasizlar, deport bo'lib kelgan odamlar уже 2 yilgacha pasport ola olmaydi degan narsa ham bor. Shu narsalardan e'tiborga olinglar. Ya'ni Garri Potter shtub bunaqa qilib birdan sizlarga bir narsa qilib berishga. Faqat yo'llaringiz istagan, kim o'qitgan bo'lsa, yo'llaringiz yopgan bo'lsa, shuni qaytarma qilib berishiga harakat qilaman. Shuning uchun telefonimni nimaga yozib qo'yaman. 14maydan 26maygacha harakat qilinglar. Yo'llarimni ochib bering. Oilam buzilyapti, erim yurib ketdi. Erim bilan ajrashamanmi, ishga kira olamanmi? Короче, одни problemalar borlar yozsin. Только qarangda, o'zlaringizga ishonib nima qilinglarda. Bunaqa ber, bunaqa ber, keyin buni qilishdan keyin unaqa qilib ber degan narsani ne принимаются. Shu narsani bilib qo'yinglar. Faqat menga yozasizlar. Telegram, WhatsApp, Instagram, qayerdan yozsangiz ham yozinglar. Faqat yozish, telefon qilish shart emas. Потому что telefonimga javob berishim keyin xafa bo'lasiz bermasam. Shuning uchun oldin aytib qo'yibman. Iltimos. Telefonimni yozib qo'yaman nimaga? Пожалуйста. Ishga kira olmayapman, ishim yurishmayapti, barakam yo'q deganlar, пожалуйста. Iltimos, faqat yozinglar. Telefon qilib o'tirmanglar. Biriga chiqib ketsam, telefonga javob bermayman, odamim bo'lsa ham javob bermayman. Lutchi yozib, o'zingizning asabingizni buzmasdan ham, men ham asabimni buzmasdan shunday qilinglar. Пожалуйста.